qo'lida $1000 bor, borib anta Gentra olib keladi. Tonirovkali polniy Gentra olib keladi. O'sha $1000 o'zingni bilimingga tiq, tinigacha bilimingga tiq. U yillar davomida senga tam $100,000, $10,000 bo'lib keladi. Hozirgi yoshlarga qaraydigan bo'lsak, pantovka uchun boradi, $1000 berib arendatorga Gentra ko'tarib keladi. Samasavoy bu yerda arendator yomon. Mashinani o'zi qachon olish kerak? Mashinani o'zi arendaga agar sizda 70% pul bo'lsa olish kerak. 70% bo'lmasa olish kerak emas. O'zini tupikka tiqib $1000 ga. Kelyapti-da, ko'p arendatorlar suhbatini eshityapman-da. Biz yomon bo'lib qolamiz, izzat berishyapti. Ko'zga yomon ko'rinib qolamiz. Shu mashina chiqarib berib, odamlarga yaxshilik qilib deyishyapti-da. Bu masalchi arendatorlar yonida olishmas niyatim bu yoqda. Bunaqa qilish kerak emas u. Hayotda o'zini yosh narsa tupikka tiqib nima keragi bor? 5 yil tam $500 dan. Bundan ko'ra, hoy o'sha $1000 ol, o'zing bilimingga tiq, shaxsiy rivojlan, nima keragi bor o'zini to'xtatib qo'yib. O'sha 5 yil mashina oladi-da, o'sha 5 yil tupikka kirib, 20 yil orqada qolib ketganini o'sha bilmay qoladi odam. Chunki shaxsiy rivojlanmaydi miyasi, tushunasizmi? Undan ko'ra rivojlanishga tikishga men tavsiya beraman hozirgi yoshlarga. Bu videoni esa meni $1000 pulim bor, mashina olaman degan yaqinligiga yuborib qo'ydi. Izohlarda fikringlarni yozib ketinglar. Menga qiziq, meni fikrim to'g'rimi?